Assalomu alaykum. Men media xodimi Layza Qobilova Somidinovman. Hozirgi kunda Belior loyihasining kumush komanda lideriman. Sizga hozir juda ham ajoyib bir ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni hozirgi kunda hech kimga sir emaski, suyak yemirish kasalliklari juda ham avj boryapti. Hattoki yosh tanlamayapti. Ushbu kasalliklarning kelib chiqish sabablari va davosi haqida gaplashamiz. Keling, birinchi suyakning tarkibida yuzlanamiz. Asosan suyak tarkibi nimalardan tashkil topgan? Suyak tarkibi 65-70% minerallardan, 20-30% organik moddalardan, ya'ni oksigen, oqsil va suyak tarkibi 10% suvdan tashkil topgan. Minerallar tarkibi nimadan tashkil topgan? Gidroksiapatit, kalsiy karbonat, kalsiy fosfatlari va magniy, natriy, kaliy, ftor va titrat minerallaridan tashkil topgan bo'ladi. Aynan suyakda minerallarning o'rni qanaqa va joylashishi qanaqa? Gidroksiapatit kristallari suyak kollagen tolalari orasida joylashadi, ya'ni suyak to'qimalarida kollagen tolalari va ushbu kollagen tolalari orasida gidroksiapatit kristallari joylashadi. Gidroksiapatit kristallari o'zi nima? Ya'ni suyak tarkibining asosiy qismini 65-70% minerallar tashkil qiladi dedik. Asosan ushbu minerallar gidroksiapatit kristallari shaklida bo'ladi. Kollagen matriksi ichida joylashadi va suyakka qattiqlik, mustahkamlik va shakl strukturasini ta'minlab beradi. Minerallar demak umumiy olganda suyakda zichlik, qattiqlik, mustahkamlik beradi. Agar suyak tarkibida mineral yetishmasa, suyak g'ovat ko'rinishiga kelib qoladi. Va suyakda nafaqat minerallar, vitaminlarni ham o'rni bor. Suyakni tarkibini tashkil qilishga yordam beradigan, mustahkamligini oshirishga yordam beradigan vitaminlar bilan yuzlanamiz va ushbu vitaminlarning funksiyalari va yetishmasligi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklar haqida gaplashamiz. Vitaminlardan, vitamin D suyakda juda ham muhim bo'lgan vazifalardan biri kalsiy va fosforni ishini so'rilishini ta'minlab beradi va suyakni minerallashuvini kuchaytirib beradi. Suyakni zichligi va mustahkamligini oshirib beradi. Vitamin K osteokalsin oqsili faollashtiriladi. Kalsiyni suyakka bog'lashga yordam beradi. Bu kalsiyni suyakka, ya'ni yuqori darajada so'rilishchanligini ta'minlab beradi. Vitamin C kollagen sintezida ishtirok etadi, suyakning organik matritsasini mustahkamlaydi. Ya'ni bu suyak egiluvchanligini va chidamliligini oshiradi. Vitamin A osteoblastlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, suyakning o'sishi va tiklanishiga yordam beradi. Ya'ni suyakning o'sishini va tiklanishini qo'llab-quvvatlaydi. Vitamin B12 qon hujayralar hosil bo'lishida ishtirok etadi, suyak ko'magi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni suyak ko'magi faoliyatini normada ishlashiga yordam beradi. Vitamin B6 oqsil almashinuvida ishtirok etadi, kollagen va boshqa oqsillarning sintezini qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni suyak to'qimasining tuzilishi va mustahkamligini oshiradi. Ushbu vitaminlar yetishmasa, suyakda qanaqa kasalliklar rivojlanadi? Vitamin D yetishmasligi oqibatida rahit, ya'ni suyak mo'rtlashishi kelib chiqadi va tez sinuvchan bo'ladi. Vitamin K yetishmasligi oqibatida esa suyakda minerallar cho'kishi kamayadi, mineral so'rilishi sekinlashadi va bu sekin-sekin osteoporoz xavfini beradi, ya'ni suyak yemish kasalligini. Vitamin C yetishmasligi oqibatida kollagen yetishmovchiligi sababli suyak mo'rtlashadi va siniqlar tez-tez yuz beradi suyak tarkibida. Vitamin A suyak o'sishini, shakllanishini, ya'ni suyak to'qimasini tiklanishiga yordam beradi va agar vitamin A yetishmaganda suyak mo'rtlashadi va tiklanishi buziladi. Chunki aynan yuqorida bildirib o'tdik, vitamin A aynan suyak to'qimalarini, hujayralarning o'sishini, rivojlanishini ta'minlab beradi. Demak, yetishmasligi oqibatida suyak hujayralari o'sishdan to'xtaydi, o'sishi buziladi. Vitamin B12 qon hujayralarini hosil bo'lishiga yordam beradi deb aytdik. Demak, yetishmasligi oqibatida suyak ko'magida qon hosil bo'lishi buziladi. Bu anemiyaga olib keladi. Va vitamin B6 yetishmasligi oqibatida oqsil almashinuvi buziladi. Bu esa suyak to'qimasini zaiflashtirib beradi. Demak, xulosa shuki, inson organizmidagi hozirgi kunda juda ham dolzarb muammoga aylangan suyak yemish kasalligi osteoporoz rivojlanishi inson organizmidagi yetishmovchiliklar bilan bog'liq va bu bilan birgalikda vitamin, minerallar tanqisligi va qo'shimcha ravishda tashqi ta'sirlar, ya'ni gormon o'zgarishlari ayollarda, kam harakatlilik, zararli odatlar va ma'lum miqdordagi ximioterapiya, ya'ni ximikat mahsulotlarni iste'mol qilish. Aynan ushbu tashqi ta'sirlar ham suyak yemishiga, osteoporoz kasalliklariga olib keladi. Endi sizga savol tug'ilishi mumkin: suyak yemish kasalligiga davo bormi?
kelib chiqish sabablari bilan tanishdik. Aynan ushbu kasallikni qanaqa qilib natija ko'rsa bo'ladi yoki oldini olsa bo'ladi. Marhamat qilamiz. Albatta, ushbu kasalliklarni oldini olish imkoniyati bor sizda. Bizda Belivor loyihasi mahsulotlari mo'jizaviy quti nomini olgan Magic Pick mahsulotlarimiz minerallar kompleksi va koenzim qo'g'ash yordam beradi. Aynan minerallar kompleksi tarkibida vitamin D, yod moddasi, 60 xil minerallar, fosfopeptid oksil, stearat kalsiy va dioksid kremniy birgalikda organizmdagi suyak tarkibi minerallar tanqisligini oldini oladi va davolaydi. Va unga qo'shimcha ravishda muhim bo'lgan mahsulotimiz koenzim qo'g'ash ushbu ferment asosan suyak ko'magida, suyak aynan tarkibida suyakni mayda kapillyarlarda minerallar va kislorod yetishmovchiligini oldini oladi va suyak to'pig'ida mayda kapillyarlar orqali kislorod va minerallarni yetkazib berish vazifasini bajaradi. Va keyingi mahsulotimiz bor. Ikkinchi loyihamizda tavsiya etiladigan Rotleaf mahsulotimiz. Aynan ushbu mahsulot tarkibida uchraydigan 73 xil mahsulotlar asosan vitamin B guruhlari, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin A va aminokislotalardan almashinadigan va almashinmaydigan aminokislotalardan omega 3 yog'lardan iborat bo'lgan ushbu Rotleaf mahsulotimiz ikkalasi birgalikda hozirgi siz og'riydigan, sizda muammo bo'ladigan, natija bo'lishi qiyin deb o'ylaydigan suyak muammo kasalliklaringizga natija bo'ladi. Ushbu mahsulotlarimizni iste'mol qiling, kasallikni oldini oling va natija bo'lishligi uchun harakat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.